Ma'lumki, ayni vaqtda mamlakatimiz bo'ylab favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilmoqda. Shu bois soha vakillari tomonidan aholi ko'p yig'iladigan maskanlarda qator profilaktik tadbirlar tashkil etib kelinmoqda. Hozir shu haqda so'z boradi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan joylarda o'tkazib kelinayotgan profilaktik targ'ibot tadbirlari aholi xavfsizligini ta'minlash yo'lida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mutaxassislarning fikricha, kuchli dovul, suv toshqinlari, vulqonlarning otilish vaqti, ob-havoning keskin o'zgarishi singari tabiiy ofatlarni oldindan aniqlash imkoniyati mavjud. Ammo zilzila bundan mustasno. U tabiatga, jamiyatga va ekologik vaziyatga eng ko'p zarar yetkazadi. Favqulodda sodir bo'lib, insonlarni beixtiyor sarosimaga solib qo'yadi. Shaxsan biz shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan oylik davomida odamlar gavjum joylarda targ'ibot tadbirlari olib borilib, fuqarolarga mazkur oylikning asosiy maqsadlari va bu borada fuqarolarning majburiyatlari tushuntirilyapti. Birinchi sonli politexnikumda zilzilagacha, zilzila vaqtida, zilziladan so'ng aholining harakati mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Respublikamiz hududida o'tkazib kelinayotgan 15-martdan 15-aprelga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida profilaktik targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlar davomida fuqarolarimizga favqulodda vaziyat yuzaga kelganda qanday tartibda harakat qilish, yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha tushuncha va targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Jarayonda soha vakillari tomonidan zilzila vaqtida to'g'ri harakatlanish yuzasidan tayyorlangan video qo'llanma namoyish etilib, ishtirokchilarga turmushda va ish joyida turli favqulodda vaziyatlardagi vazifalari yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. Shuningdek, yig'ilganlarga is gazi, botulizm va quturish kasalligidan ehtiyot choralarini ko'rish bo'yicha ham sohaga oid eslatmalar tarqatildi.